Ma'lumki, O'zbekiston 2030 strategiyasida har bir insonni o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada mamlakatimizda kelajak avlod vakillarini kitobxonlikka jalb etish, ularni yuksak ma'naviyatli, komil inson bo'lib yetishishlari yo'lida tizimli ishlar olib borilmoqda. Mazkur xalqaro konferensiya ham ana shu maqsadga qaratilgan bo'lib, anjumanda ishtirok etayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar va sohaning yetakchi mutaxassislariga kitobsevar millat g'oyasini hayotga tatbiq etish borasida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ushbu konferensiya doirasida turli tadbirlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan, ya'ni sho'balar yig'ilishlari bo'ladi. Sho'balar yig'ilishlari 6 ta sho'balarga bo'lingan. Undan tashqari mahorat darslarini o'tkazish rejalashtirilgan va davra suhbatlari, ilmiy seminarlar ham bo'lishi rejalashtirilgan. Ana shu konferensiya doirasida ma'ruzachilar qatnashadi sho'balarda va turli mavzudagi sho'balar bo'lib o'tadi. Masalan, ulardan biz olishimiz mumkin axborot kutubxona muassasalarida sun'iy intellektni qo'llash masalalari 1999-yildan beri, demak 18-marotaba tashkil qilinyapti. Farg'ona shahri mezbonlik qilayotgan Central Asia 2025 fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot resurslari 18-xalqaro konferensiyasida jahonning rivojlangan 11 ta davlatidan 30 ga yaqin yetuk mutaxassislar, ekspertlar hamda 400 dan ziyod yurtdoshlarimiz ishtiroki kutilmoqda. Ushbu nufuzli anjuman O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, Farg'ona viloyat hokimligi va Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi hamkorligida tashkil etilmoqda. Anjumanda O'zbekiston, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Malayziya, Qozog'iston va boshqa davlatlardan tashrif buyurgan ekspertlar global axborot maydonidagi o'zaro hamkorlik, innovatsion yondashuvlar va kelajakni qurishda bilim, madaniyat va texnologiyani uyg'unlashtirish masalalarida tajriba almashmoqdalar. Men Germaniyadagi Köln jamoat kutubxonasining direktori bo'laman. Bugun va ertangi konferensiyaga O'zbekistonga kelganimdan xursandman. Kecha Toshkentdagi Milliy kutubxonaga tashrif buyurdim va Germaniyada nima qilayotganimizni hamda O'zbekistondagi kutubxonalar qanday ishlar bilan shug'ullanayotgani biz uchun qiziq ekanini ko'rdim. Konferensiyaning sun'iy intellekt va o'qish ko'nikmalari bilan raqamli qobiliyatlar orasidagi bog'liqlik haqidagi bo'limlari meni eng ko'p qiziqtirdi. Ha, shu yerda bo'lganimdan benihoyat xursandman. O'zbekiston Milliy kutubxonasi va Goethe instituti meni taklif etganingiz uchun katta rahmat. Xalqaro anjuman oldidan tashkil etilgan tadbirda faqat kutubxonachilik sohasigina emas, balki zamonaviy jamiyatni barpo etishda axborotning qanday kuchga ega ekanligi borasida ham qiziq muhokamalar bo'lib o'tdi.